Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil vaziri Livanni elektrdan uzib qo'yishga chaqirdi. Putin armiyaga Kiyevni to'xtatmay o'qqa tutishni buyurdi. Endi Putin istagan mamlakatiga bostirib kirishi mumkin. Ukraina uchun yomon xabar. NATOdagi 5 ta davlat Ukrainaga harbiy yordam ajratishga qarshi chiqdi. Rossiya o'z chegarasi yaqinida Britaniya mudofaa vaziri uchayotgan samolyot GPS signalini uzib qo'ydi. AQSh Isroilni Eron bo'yicha muzokaralardan chetlatdi. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Isroil vaziri Livanni elektrdan uzib qo'yishga chaqirdi. Isroilning 2 vaziri Livanni elektr energiyasidan uzish va Bayrutdagi o'nlab binolarni vayron qilishga chaqirdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Agar Livan hukumati Hizbullohni nazorat qilmasa, Litaniya janubidagi va hatto Zahroniy janubidagi hudud Isroil davlati uchun xavfsizlik zonasiga aylanishi kerak. Elektr energiyasini o'chirish, infratuzilmani yo'q qilish va ularga aniq tushuntirish zarur. Agar terrorizm sodir etilsa, bundan o'zingiz azob chekasiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampning stolini urib, unga Livandagi urushga qaytayotganimizni ma'lum qilish vaqti keldi, dedi Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir. Moliya vaziri Betsalel Smotrich esa Hizbullohning portlovchi dronlari tahdidiga chek qo'yishga chaqirdi. Shu hafta men taxminan 2 milliard Isroil shekeli miqdoridagi maxsus byudjetni tasdiqladim. Har bir portlovchi dron zarbasiga javoban Bayrutdagi 10 ta bino qulashi va har qanday jiddiy tahdidga qat'iy javob berilishi kerak, dedi Smotrich. Smotrich mablag' mudofaa tizimiga optimal darajada tayyorgarlik ko'rish imkonini berishini ta'kidlab o'tdi. Isroil armiyasi shtabi boshlig'i Eyal Zamir 24-may kungi xavfsizlik kabineti yig'ilishida Hizbullohning dron zarbalariga javoban Livan poytaxtiga hujumlarni qayta boshlashga chaqirdi. Isroil aprel oyida AQSh hukumatining iltimosiga binoan Bayrutga zarba berishni vaqtincha to'xtatgan edi. Biroq iyul oyi boshigacha uzaytirilgan o't ochishni to'xtatish rejimini buzish holatlari hamon uchramoqda. Putin armiyaga Kiyevni to'xtatmay o'qqa tutishni buyurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina poytaxtini muntazam ravishda o'qqa tutishni buyurdi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 25-may kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan bo'lib o'tgan telefon suhbatida ma'lum qildi. Lavrovning aytishicha, Ukrainaning Rossiyadagi tinch aholi va fuqarolik obyektlarga qarshi terroristik hujumlarga javoban rus armiyasi Kiyevga tizimli va izchil zarbalar bermoqda. Vazir Ukraina armiyasi ehtiyojlari uchun foydalanadigan obyektlar va qaror qabul qilish markazlarini nishonga olishini aytdi. Shuningdek, Lavrov Rubioga Kiyevdan diplomatik xodimlar va boshqa AQSh fuqarolarini evakuatsiya qilishni tavsiya qildi. U shuningdek AQSh va Rossiya prezidentlarining 2025-yil avgust oyida Ankorejda bo'lib o'tgan sammitini eslatib o'tdi. Lavrov sammitda erishilgan urushni tartibga solish yo'lidagi taraqqiyotga go'yoki Kiyev rahbariyatining harakati putur yetkazayotganidan afsusda ekanini aytdi. 24-may kuni shaharga yuzlab dronlar va o'nlab raketalar, jumladan Areshning qo'llangan holda hujum uyushtirildi. Hujumda 2 kishi halok bo'ldi, 92 kishi jarohatlandi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiya rasmiylarining sabr kosasi to'lishiga 22-may kuni Ukraina armiyasining Lugansk Xalq Respublikasi tarkibidagi Starobelskga bergan zarba sabab bo'lganini bildirdi. Mazkur hujumda talabalar yotoqxonasi vayron bo'lib, 21 kishi halok bo'lgandi. Endi Putin istagan mamlakatiga bostirib kirish mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya ishtirokisiz xorijiy sudlar qarori bilan hibsga olingan rossiyaliklarni himoya qilish uchun Rossiya qurolli kuchlarini jalb etishga ruxsat beruvchi qonunni imzoladi. Bu haqda hukumat portalida e'lon qilindi. Qonunga ko'ra, agar xorijiy organlarning qaror va harakatlari Rossiya manfaatlari hamda Rossiya jamoat huquqiy tartibi asoslariga zid deb topilsa, rossiyaliklarni xorijda himoya qilish uchun armiya jalb qilinishi mumkin. Ya'ni qonun boshqa davlat sudi 3-davlat topshirig'i asosida Rossiya ishtiroksiz ish yuritgan holatlar haqida bo'lib, agar shunday holatda Rossiya fuqarosiga nisbatan ish boshlansa, bunga qurolli kuchlarni jalb etish qonuniylashtirildi. Shuningdek, bunday holatda sudning Rossiya bilan xalqaro shartnoma yoki BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi asosida vakolatga ega bo'lmagan holatlar ham nazarda tutilgan.
Bundan tashqari prezident qaroriga ko'ra, xorijda bo'lib turgan rossiyaliklarni himoya qilish bo'yicha zarur choralarni Rossiya davlat organlari o'z vakolatlari doirasida amalga oshiradi. Ukraina uchun yomon xabar. NATOdagi 5 ta davlat Ukrainaga harbiy yordam ajratishga qarshi chiqdi. NATO bosh kotibi Mark Rutte tomonidan taklif etilgan Ukrainaga harbiy yordam ajratish rejasini 5 ta davlat qo'llab-quvvatlamadi. Bu haqda Telegraf xabar berdi. Rejada NATO a'zolari Ukrainaga yordam berish uchun har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 0.25% ni ajratish majburiyatini olishi ko'zda tutilgan edi. Ushbu rejani Ukrainaga shundoq ham yalpi ichki mahsulotning kamida shuncha foizini sarflayotgan 7 ta mamlakat qo'llab-quvvatlagan. Biroq NATOning eng yirik iqtisodiyotiga ega 5 ta a'zosi Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya, Kanada va Fransiya bu g'oyadan unchalik mamnun bo'lmagan. NATO nizomi bir ovozdan qo'llab-quvvatlashni talab qilgani sababli Rutte ushbu rejani ilgari surmasligini e'lon qildi. U Ukrainaga majburiy harbiy yordam ko'rsatish taklifini aynan qaysi davlatlar qo'llab-quvvatlamaganini ochiqlamagan. Hozirgi vaqtda NATO budjetiga eng asosiy hissani Qo'shma Shtatlar kiritmoqda. AQSh alyansining boshqa a'zolari mudofaasi uchun ko'proq mablag' sarflash kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Prezident Donald Trump agar vaziyat o'zgarmasa, uning mamlakati alyansdan chiqib ketish mumkinligini aytgan edi. Rossiya o'z chegarasi yaqinida Britaniya mudofaa vaziri uchayotgan samolyot GPS signalini uzib qo'ydi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri John Healey bo'lgan harbiy samolyot Rossiya chegarasi yaqinidan uchib o'tgandan keyin 3 soat davomida GPS signalsiz qoldi. Bu haqda Times nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Healey Estoniyada rasmiy tashrif bilan bo'lib, u yerda britaniyalik askarlar va hamkasbi Hanno Pevkur bilan uchrashgan. Mudofaa vazirlari ikki tomonlama mudofaa hamkorligini va uni strategik kengaytirishni muhokama qilgan. Elektron hujum sodir bo'lgan paytda Healey Buyuk Britaniyaga qaytayotgan edi. GPS signalining uzilishi ortida Rossiya turgani taxmin qilinmoqda. Ushbu elektron hujum oqibatida smartfon va noutbuklar internetga ulana olmay qolgan. Uchuvchilar esa samolyotning GPS tizimi ishdan chiqqani sababli muqobil navigatsiya tizimidan foydalanishga majbur bo'lgan. Healey bo'lgan samolyot qasddan nishonga olingani yoki yo'qligi noma'lum. AQSh Isroilni Eron bo'yicha muzokaralardan chetlatdi. Bu haqda Tel Aviv rasmiylariga tayanib New York Times nashri xabar bermoqda. O'zining eng yaqin ittifoqchisidan ma'lumot yetishmovchiligini boshdan kechirayotgan isroilliklar Washington va Tehron o'rtasidagi muhokamalar haqida mintaqadagi yetakchilar va diplomatlar bilan aloqalari, shuningdek Eron ichidagi o'z kuzatuvlari orqali qo'ldan kelgancha ma'lumot to'plashga majbur bo'lmoqda, deyiladi maqolada. Nashrga AQSh rasmiylarining ma'lum qilishicha, Oq uy rahbari Donald Trump Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni Eron Islom Respublikasi bilan muzokaralarda yaqin sherik emas, balki harbiy ittifoqchi sifatida ko'radi. Nashrning fikricha, u Tehronga qarshi kurashda ikkinchi uchuvchidan yo'lovchiga aylangan. Isroil teng huquqli sherik maqomidan tushib, ko'proq Amerika harbiylarining subpudratchisiga o'xshash holatga kelib qoldi, deya qayd etgan gazeta. Jurnalistlar bu holat joriy yilda qayta saylanish uchun qiyin kurash olib borish kutilayotgan Netanyahuga nisbatan kamsituvchi zarba bo'lganini qo'shimcha qilgan.